Hukumatning ko'magida Dasturiy ta'minot va axborot texnologiyalari texnoparki direksiyasi mas'uliyat cheklangan jamiyat tomonidan imkoniyati cheklangan yoshlarning yumshoq ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan O'zbekistonda raqamli inklyuzivlik nomli loyiha yo'lga qo'yildi. Loyiha doirasida Andijon viloyatida o'tkazilgan tadbir tafsilotlari bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Tadbirda loyiha koordinatorlari, O'zbekiston nogironlar jamiyati vakillari va tegishli davlat va jamoat tashkilotlari mutaxassislari ishtirok etdilar. Andijondagi imkoniyati cheklangan insonlar uchun tashkil etilgan mazkur tashabbus inklyuziv raqamli muhitni shakllantirish, iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish va ijtimoiy zaif guruhlarni IT sohasiga jalb etishni ko'zda tutadi. Loyihaning asosiy maqsadi 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan imkoniyati cheklangan yoshlarga, shundan 50% xotin-qizlar tashkil etgan holda yumshoq ko'nikmalar bo'yicha ta'lim berishdan iborat. Hozirgi kunda ko'pchilik, masalan, har bitta sessiyamizga har bitta viloyatda kamida 50 ta shaxs kelayotgan bo'lsa, ulardan yarmidan ko'pi ishlashga layoqati bor. Juda ham xohlashyapti, chunki ularni hozir biz masalan bandlik xizmatidan ham taklif qilyapmiz. Mutaxassislarni ularga tushuntirib borishmoqda, qaysi saytlarga kirish mumkin, qaysi yo'nalishda kimga murojaat qilish mumkin, shular haqida ham ma'lumot bermoqchimiz. Hozirgi paytda o'tayotgan treninglarimizda ham 25 kishi yig'ilgan bo'lsa, o'shandan 20 kishi ishlashga o'zini xohishini bildirishmoqda. Qanaqa qilib ishga joylashaylik, nima qilishimiz kerak degan savollar juda ham ko'p tug'ilyapti. Juda ham aktiv qatnashishyapti. Bundan faqat men emas, mana shu bandlik xizmatidan kelgan mutaxassis ham juda ham xursand bo'lib ketyaptilar-da, har bittasini masalan ism shariflarini yozib olib, ular bilan alohida muloqot qilishliklarini hozir aytib o'tdilar. Keyingi loyihalarda ham yana ham ko'nikmalarini oshirishni, ularga yordam qo'llarini cho'zishni harakat qilamiz. Seminar davomida qatnashchilar uchun interfaol mashg'ulotlar, mahorat darslari va savol-javob sessiyalari tashkil etildi. Trenerlar ishga joylashishning muhim jihatlari, rezyume topshirish, suhbatga kirish, ish qidirish portallari va onlayn resurslardan samarali foydalanish haqida batafsil ma'lumot berishdi. Ayniqsa nogironligi bo'lgan shaxslar uchun yaratilgan imkoniyatlar, kvotalar va qonunchilikdagi yangiliklar alohida ta'kidlandi. Uzbekistan Digital Inclusion O'zbekistonning davlat investitsiya dasturi doirasidagi istiqbolli loyihalardan biri bo'lib, u O'zbekistonning raqamli brendini mustahkamlashga, shuningdek IT va outsourcing xizmatlari sektorida 10 mingdan 25 mingtagacha yangi ish o'rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Bu orqali ijtimoiy zaif guruhlarning raqamli iqtisodiyotga barqaror integratsiyasi ta'minlanadi. Seminar yakunida o'z savollariga batafsil javob olgan qatnashchilar shaxsiy maslahatlar ham oldilar. Kelajakda ularga yordam beradigan foydali materiallar bilan ham ta'minlandilar.